nazokatning sovuqqonligi, Sodiqboyning kechikkan vahimasi, Jahongirning jimligi, parining ichidagi qarshilik, Kozimning rashki va bir bechora qizning yuragida yashirinib yotgan sir, bularning hammasi bugun alohida ko'rinmadi. Aksincha, ular bir-biriga ulanib, oldimizda juda katta falokatning shaklini ochib berdi. Bu falokat endi keladi deb qo'rqitmaydi. U allaqachon kelgan. Faqat uning to'liq qiyofasini hali ko'pchilik ko'rmagan. Bu yerda birinchi navbatda nazokat turardi. U shunchaki uydan ketayotgan ayol emas edi. U uzoq yillar sabr qilib, ichida hamma hisob-kitobni tugatib bo'lgan, endi esa so'nggi yurishini qilayotgan ayol edi. Ertalabdan boshlab uning harakatlarida bir narsa o'zgargan edi. U odatdagidan ham jiddiyroq, ham sovuqroq edi. Uydagilarga nisbatan mensimasligi, hatto eng yaqinlarga ham mehr emas, balki yuk deb qarashi bejiz emas edi. U allaqachon hissiy jihatdan bu uy bilan xayrlashib bo'lgan. Shu sababli u pulni ham, odamlarni ham, hatto o'zining o'g'lini ham vosita sifatida ko'rdi. Eng nozik detal shundaki, nazokat doim reja bilan gapirdi, ammo hech qachon haqiqiy manzilni aytmadi. Bir joyni aytib, boshqa yoqqa qarab yurishi uning xarakteri uchun juda muhim ishora edi. Bu ayol faqat boshqalardan yashirinmayapti. U iz qoldirmaslikka harakat qilyapti. Demak, bu oddiy qochish emas. Bu o'zini qayta yaratish urinishidir. U eski hayotidan qochmayapti. U eski nazokatni o'ldirib, boshqa odam bo'lib qaytishni xohlayapti. Va shu istak uni juda kuchli, ammo bir vaqtning o'zida juda xavfli qilib qo'ygan edi. Sodiqboy esa bu qismda butunlay boshqa qiyofada namoyon bo'ldi. U kuchli odam emas edi. Aksincha, o'z qudratining asiriga aylangan odam bo'lib ochildi. Tashqaridan qaraganda u hali ham buyruq berardi. U odamlarga dag'dag'a qilardi. Kasalxonada ham o'zini hammaning ustidan turadigan odamdek tutardi. Lekin ichkarida u allaqachon yemirilib bo'lgan edi. Kechasi uyqusi yo'q edi. Tushlari bezovta edi. Yuragida doimiy bir xavotir yurardi. U pulining ketayotganini sezdi, lekin odamlarning undan ketayotganini anglamadi. Mana shu farq hal qiluvchi nuqta bo'ldi. U ko'p yillar davomida hammani qo'rqitib boshqargan bo'lishi mumkin edi, lekin ishonchni hech qachon saqlay olmadi. Shuning uchun bugun uni qulatgan kuch dushmanlari emas, balki o'ziga eng yaqin turgan ayol bo'ldi. Bu juda ramziy edi. Chunki inson boshqalarga nisbatan qanchalik shafqatsiz bo'lsa, bir kun kelib aynan o'sha uy ichidan zarba yeydi. Sodiqboy buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Uning qo'li ostida ishlagan odamlar emas, uning oshxonasida ovqat pishirgan, uning bolasini tarbiyalagan ayol uni yiqitdi. Bu zarba uning g'ururini puldan ham qattiqroq yaraladi. Jahongirning chizig'i ham bu qismda juda qiziq yozildi. U qo'rqoqlik bilan ehtiyotkorlik orasida turardi. U pulni ko'rdi, u shubhalandi, u qalbakilikni sezdi, lekin darhol aytmadi. Nega? Chunki u haqiqatning o'zi emas, balki haqiqatni qachon aytish xavfsizroq ekanini o'ylaydigan odam edi. Bu esa uning xarakteri haqida juda ko'p narsa aytadi. U sodiq emas, lekin to'liq xoin ham emas. U o'z terisini saqlashga urinadigan odam. Ana shunday odamlar eng xavfli bo'ladi. Chunki ular muhim pallada hech qachon tamoyil bilan emas, balki vaziyat bilan qaror qiladi. Bankka borguncha uning ichida ikkita qo'rquv kurashdi. Agar hozir aytsa, Sodiqboy uni ayblashi mumkin. Agar indamasa, keyinroq baribir hamma narsa portlaydi. U indamaslikni tanladi. Aynan shu jimlik Sodiqboyning qulashni yanada ayanchli qildi. Chunki Jahongir indamagan vaqt ichida nazokat allaqachon uzoqlashib ulgurgan edi. Agar Jahongir bir soat oldin ogohlantirganida hammasi boshqacha bo'lishi mumkin edi. Lekin u kutdi va kutish uning xarakteridagi eng katta nuqson edi. Bankdagi lahza bu qismning yuragi edi. Chunki u yerda faqat qalbaki pul fosh bo'lmadi, balki bir umr pulga suyanib yashagan odamning soxta qudrati ham fosh bo'ldi. Ofitsiyant qo'ldagi choy piyolasi kabi sinuvchan bo'lib chiqqan bu dunyo birdan titrab ketdi. Eng og'ir nuqta shundaki, Sodiqboy boyligini yo'qotgandan ko'ra aldanib qolganini ko'tara olmadi. U ko'p odamni aldab yurgan bo'lishi mumkin edi, lekin o'zi aldangan lahza uning tanasi ham, ruhi ham bardosh bermadi. O'sha qulash shunchaki jismoniy holat emas edi. Bu bir davrning, bir hukmronlikning yiqilishi edi. Endi u qayta o'rnidan tursa ham, avvalgi Sodiqboy bo'lib qaytishi juda qiyin edi. Chunki pul ketgach, uning atrofidagi munosabatlarning hammasi
asl qiyofasini ko'rsatadi. Odamlar endi uning oldiga qo'rquvdan emas, balki rahm-shafqatdan yoki butunlay boshqa maqsadda keladi. Va Sodiqboy buni qabul qila oladimi yoki yo'qmi? Bu alohida savol. Menga eng kuchli ta'sir qilgan jihat shuki, bu qismda deyarli hamma odam haqiqatni biladi, lekin hech kim uni to'liq aytmaydi. Kimdir qayerga ketayotganini yashiradi, kimdir pulning soxtaligini darrov aytmaydi, kimdir ichidagi dardni kechikib ochadi, kimdir sevgisini rashk ortiga bekitadi. Demak, bu serialning hozirgi bosqichdagi asosiy kuch sir emas, aynan kechiktirilgan haqiqatdir. Va kechiktirilgan haqiqat doim eng og'ir paytda yoriladi. U to'fon bo'lib keladi va u kelganida hech kim tayyor bo'lmaydi. Bir bechora qiz esa orqada qoladi. U otasining oldiga bora olmaydi. U aytishga jur'at eta olmaydi. U faqat o'z qorniga qarab bolaga "Kechirasiz, men sizni bu dunyoga adashgan uyga olib keldim" deb yig'laydi. Ammo bu yig'ini ham jim, chunki bu uyda jim yig'lashni hamma biladi. Bu uy ko'p yillar davomida ovozsiz qayg'ularni ko'rgan, faqat bu safar qayg'u juda katta. U endi bir odamga sig'maydi. Endi oldindagi voqealarga kelsak, nazokatning yo'li hali tugamadi. U o'zini g'olib deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin, lekin uning eng katta xatosi bitta. U ortda qolganlarning endi harakatga tushishini hisobga olmadi. Sodiqboy yiqildi, lekin u bilan birga bu ishni yopib yuboradigan qo'rquv ham yiqildi. Endi nazokatni qidirish shunchaki pulni qaytarish uchun emas, balki undan yillar davomida yig'ilib kelgan hamma alamni chiqarish uchun boshlanadi. U juda uzoqqa qochib qutulmasligi mumkin, balki uni aeroportning o'zida tutish olmas, balki u manzilga yetib ham olar, lekin bu ayolni endi qonun emas, odamlarning nafrati quvadi. Bunday nafratdan qochish esa ancha mushkul. Nafratning oyog'i yo'q, lekin u har yerda birinchi bo'lib yetib boradi. Sodiqboy tirik qolsa ham, u endi ikki xil zarba bilan yashaydi. Biri tanasidagi og'riq, ikkinchisi esa hech kimga ishona olmaslik. Aynan shu ikkinchisi uni yanada shafqatsiz qiladi. Agar u o'zga kelsa, u endi atrofidagi har bir odamdan gumon qiladigan, yanada xavfliroq odamga aylanishi mumkin. Lekin bir ehtimol bor. Aynan shu qulash uni ilk marta o'z gunohlariga qarashga majbur qilishi ham mumkin. Faqat bu serialning kayfiyatini hisobga olsak, tavba qilishdan oldin qasos istagi ustun kelishi ehtimoli kuchliroq. Chunki Sodiqboy hech qachon kechirishni o'rganmagan. U faqat o'ch olishni biladi. Jahongirning taqdiri ham juda murakkablashadi. Chunki u bu o'yinda na toza, na to'liq iflos. Bunday odamlar odatda ikki tomondan ham zarba yeydi. Agar Sodiqboy o'zga kelsa, eng avval Jahongirdan hisob so'raydi. Agar nazokat ushlansa, u ham ko'p narsani Jahongirga ag'darishi mumkin. Demak, Jahongir oldinda o'zini qutqarish uchun yana bir xiyonat qilishga majbur bo'lishi mumkin. Bu esa voqealarni yanada qorong'ilashtiradi. U har safar o'zini oqlamoqchi bo'ladi, lekin har safar qorong'ilik uning bo'yniga biroz ko'proq chirmaladi. Pari va Kozim orasida esa tashqaridan sevgi ko'rinib turgan bo'lsa-da, ichkarida sinov boshlanib bo'lgan. Pari endi hech kimning soyasida yashashni xohlamaydi. Kozim esa aynan shu mustaqillikni yuta olmayapti. Keyingi qismlarda ular orasida juda keskin, lekin juda samimiy bir to'qnashuv bo'lishini kutish mumkin. Balki ilk marta ular bir-biriga haqiqiy dardini aytadi. Balki aksincha, noto'g'ri tushunish hammasini yomon tomonga buradi. Ayniqsa Sodiqboyning kasalxonadagi holati bu ikki insonni bir tomonga yaqinlashtirishi ham, bir-biridan bezdirishi ham mumkin. Ammo bir narsa aniq, Pari endi jim turmaydi. Uning indamagan har bir kuni uning ichidagi qarshilikni kuchaytirib bormoqda. Majburan turmushga uzatilayotgan qizning siri esa uzoq yashirinmaydi. 4-oyga kirgan homilani endi na ko'z, na taqdir yashira oladi. Agar Said haqiqatni nikohdan oldin bilsa, bu to'y to'xtaydi va uy ichida dahshatli sharmandalik boshlanadi. Agar nikohdan keyin bilsa, bu qiz yanada qattiqroq jazolanadi. Eng og'ir ehtimol esa shuki, u o'zini saqlab qolish uchun yolg'on ustiga yana yolg'on qurishga majbur bo'ladi. Ana o'sha pallada bu faqat bir qizning emas, balki bir necha oilaning halokati boshlanadi. U har tong oyna oldida o'ziga bugun aytaman deb va'da beradi va har kecha yana jim qoladi. Chunki aytish unga o'limdek qo'rquvdir. Ammo aytmaslik esa
har kuni asta-sekin o'limdir. Bugungi qism bizga bitta haqiqatni juda qattiq eslatdi. Odamni pul emas, yashirib yurgan gunoh qulatadi. Nazokat pulni olib ketdi, lekin o'zi bilan birga hammaning niqobini ham yirtib ketdi. Endi hech kim avvalgidek ko'rinmaydi. Endi bu hikoyada kim qurbon, kim aybdor, kim sevadi, kim foydalanadi? Bularning bari yanada chalkashib ketadi. Va eng xavflisi, hali eng katta portlashlar oldinda. Chunki haqiqat endi yo'lga chiqqan. U kechikishi mumkin, lekin to'xtamaydi. U yetib kelgan kuni esa bu odamlarning hech biri kechagi hayotiga qaytolmaydi. Ular faqat orqaga qarab, o'zlarining qayerda adashganini ko'radilar. Ammo bu ko'rishning o'zi ham kechga qolgan bo'ladi. Chunki haqiqatning yorug'i ba'zan juda kech keladi. U kelganda esa yonayotgan uyning ichida turib, qaytib o'chira olmaydigan odamga aylangan bo'lasiz.